remont yoqmadi, bizdirdim. Yana boshqatdan remont qildirdim. Xullas, plus minus bir 50 ming dollarga yaqin pul mana shu bitta xonani o'ziga ketgan. Eshikni ko'ryapsizlar. Ko'rishinglar mumkin. Haqiqiy hashamatli mehmonxona menimcha bundan ortiq bo'lmasa kerak, o'rtoqlar. Men to'g'risi anchadan beri bunaqa remont qilingan mehmonxonani ko'rmayotgandim. Assalomu alaykum, YouTube dan kuzatib kelayotgan qadri baland qadrdonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Uchtepa tumanining O'rizor mahallasidan 6 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu orqamizdagi uyni ko'rib chiqamiz. Video davomida men narxlari bilan aytaman. Uyimizni haqiqatda yashash uchun juda qulay sharoitlar, planirovkalar va remontlar qilingan ekan. Birinchi bo'lib kelinglar, mana shu mahallamizni ko'rsatishni boshlaymiz. Mahallamiz kattagina, keng, asfaltlar qilingan. Bu mahallada sentralniy kanalizatsiya, suv, svet, gaz hammasi bor. E'tiborga oladigan tarafinglar, uyimizni oldi tarafida ham kattagina огород bor. Adashmasam shu 4-5 metr kenglikda uzunasi ketgan. Xo'p, shu o'rinda yerimizni ham aniq razmerini aytib o'tib ketaman. Fasadimizni rovni 20 metr, bu yoq darvozamizgacha kelyapti, uzunligi 30 metr, dokumentlari bo'yicha 6 sotix. Endi marhamat, ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ichkariga kirar ekanmiz. Kattagina keng darvozaxona bilan hovliga kirib kelaverish va bu yoqda birinchi katta eshikni ko'rasizlar. Bu eshigimiz to'g'ridan to'g'ri asosiy bino yo'liga olib kiradi va buni yonida yana bitta kichkina eshik. Bu nima uchun qilingan? Bu joyda oshxonamiz bo'lgani uchun oshxonadan ayollar alohida kirib chiqish eshik ochib ketilgan. Endi marhamat, hovliga kirib borar ekanmiz. Mana bunaqa chiroyli naveslar yasalgan. Mana bunaqa okamiz stulni qo'yib qo'yganlar. Endi shu yerda o'tiriladi, oilaviy ovqatlanib yoki o'rtoqlar kelib qolganda mana shu dasturxon yozib o'tiriladigan sharoit qilingan. Uyimizning past tarafida mana bir qavatli imoratni ko'ryapsizlar. Bu imoratimizning ichkari xonalarni ichki qismi ham juda chiroyli ta'mirlardan chiqarib qo'yilgan ekan. Bu eshikdan kirganimizda o'ng tarafda bitta oilaviy o'tiriladigan xona ekan, televizor ko'rib yoki ovqatlanib va buni yonginasida bo'lsa, bu tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan asosiy yotoqxona. Bu yotoqxonamizning o'zini ichida yuvinish xonalari bilan birgalikda bo'lyapti. Xullas, bu past tarafdagi binoda ikkita xona. Endi marhamat, hovlini ko'ringlar. Kattagina keng yashil hudud, palivlarigacha bor ekan. Juda bir fayzli ish. Sharoitlari bir akkuratniy holatda turibdi-da. Endi sotilayotganini sababini ochig'ini aytaman. Uy egasi akamiz Amerikada yashirganlar. Amerikada oilaviy farzand, xotin bola chaqalar bilan ko'chib ketganlar. Shu sababdan sotayotgan ekanlar. Endi bu hovli kattalik qilyapti, hech kim turmayapti. Bu yoqda hech kim qaramagandan keyin o'tlar o'sib ketadi, hamma yoq urinib qoladi deb shu sababdan sotyapman dedilar. Shu 1-2 yil oldin bu xonalarning ichini, nariyodagi asosiy xonalarning ichini hammasini o'zlari uchun juda chiroyli qilib, pulni ayamasdan pul tikkan ekanlar. Xullas, ochiq sababi shu. Endi kelinglar, bu yoq tarafdan ko'rishni davom etamiz. Bu yoqda ham kichkina yo'lakda e'tibor bersanglar, navis qilingan, yomg'ir yo'liga tushmaydi. Mana bu yoqdachi haqiqiy o'zbekona vibe beradigan xona bor-da. Buni endi yozgi oshxona desak bo'ladi, faqat yopiq yozgi oshxona. Bu yoqda mana mebellar yasab qo'yilgan, mo'yka, mana bu yoqda qozon, o'choqlar va mana tandirga yaqinroqdan ko'rsataylik. Tandir ko'ryapsizlarmi? Hali qoraymagan. Mana, ya'ni bu degani ishlatilmagan tandir. Hali yengida turibdi. Yangi akkuratniy mana bunaqa suvola qilib tandir o'rnatib qo'yganlar, lekin foydalanilmagan. Mana shunaqa holatda uyimiz. Mana bu rakursdan umumiy planda binoni ko'rsanglar, katta balkonlari bor va mana oldi tarafda ikkita eshik. Bu yo'lakdan chiqarish, o'rtadagi kichkina mehmonxonamizdan chiqarish. Mana bu yoqda turnirlar qilib qo'yibdilar. E'tibor bersanglar. Endi bu yoqdagi past tarafdagi binodagi oxirgi xonani ko'ramiz. Bu haqiqiy o'zbekcha tualet. Mana bu yoqda tahorat qilish uchun moslashtirilgan svitsitel, rakvina qo'yilgan va bu binoni o'zini alohida, hozir svetini qayerdan yoqadi bilmadim-ku. Bu binoni o'zini alohida bitta bu yoqda katyoli, stabilizatorlari joylashtirilgan. Ichkarilarni ham ko'rsatib o'ramiz. Oppoq kafillardan chiqarib qo'yilgan, ko'ryapsizlarmi? Uyimizda to'g'ri 15-20 yil oldin o'zi fundament qurib ko'tarilgan, proyekt qilingan. Undan keyin qayta akamiz buni remont qilganlar. Oxirgi marta shu 1-2 yil oldin remont qiluvdim deb aytibdilar. Mana bu plandan umumiy binoni nariyo tarafdan kirib kelishlarini ko'rsanglar,
bitta oila maza qilib yashaydi-da. Mana bu lokatsiyada bozorchi akalarimizga juda qulay keladi. Ketdi endi asosiy eshikdan asosiy binoga kiramiz. Asosiy eshikdan asosiy binoga kirdik. Kattagina keng, uzun yo'li. Kelinglar o'ng tarafdan xonalarni ko'rishni davom etamiz. Bu asosiy binodagi oshxonamiz. Mana boya aytganimdek, bu tarafda eshik bor. Ayollar bemalol oshxonaga alohida ham kirib chiqish imkoniyati bo'ladi. Bu yerda ham bir chiroyli kichkina mamlaqa qaranglar, ugolok stol-stulchalar qilib qo'yilgan. Mana shu o'zida ovqatlanib choy ichish uchun qulay sharoit, gazli qo'yilgan, kattagina gazli va mebellar. Xullas, oshxonada nima kerak bo'lsa, hammasi mujassam. Ko'ryapsizlar, remontlarni, patologlarni ham ko'rsatdik. Akkuratniy holatda turibdi. Endi old sotu to'g'ri, yer maydoni kattaroq, lekin buzib tashlashga bilmayman. Qanaqadir uvalli bu binoga mana kirib kelganimizda chap tarafda bu yoqda bitta eshik ko'rinyapti. Bu katta asosiy bu yoqda mehmonxonamiz bor. Mana shu mehmonxonaning tagida bitta xonasi bor ekan, faqat remont qilinmagan. O'zingizlar xohlagandek remont qilib olasizlar. Mana bu joylarni qaranglar. Juda chiroyli mebellardan yasab, fishilkalar qilib qo'yishgan. Endi bu yoq tarafda menimcha oyoq kiyim taxlanadi. Kelinglar, uyimizda ikkita mehmonxona, bu kichkinasi. Bu kichkina mehmonxona taxminan 4 ga 7 metrmi 6 metr uzunlikda. Mana shunaqa. Endi o'zbekchilikda bilasizlar-ku, bitta ayollarga, bitta erkaklarga alohida mehmonxona qilinadi. Boya aytganimdek, mehmonxona orqali mana bu eshikdan tashqariga ham chiqsak bo'ladi. Mana o'rtadagi bu asosiy eshik bo'lyapti. Buni endi sekin yopib qo'yaveramiz. Eshiklarga e'tibor bersanglar, hammasi eng sifatlilardan qilinganligi ko'rinib turibdi. Endi uy egalari ba'zi bir narsalarni olib chiqib ketishadi, lekin ko'p narsalar bu yoqda qoladi. Masalan, gilamlar, yana oshxona mebel jihozlari, remontlarni qaranglar, yangi remontlar. Bu yoqda xo'p, alohida tualet, mana shu yoqdan ko'rsatib ketamiz. Alohida hojatxona va buni yonginasida alohida yuvinish xonasi. Mana yuvinish xonalari ham akkuratniy ekan. Qaranglar. Zo'r sharoitli. 5-6 ta farzandi bor akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Narxi lekin ancha qiziq. Sizlar o'ylaganingizdan arzon narx chiqadi. Mana bu boyiga ikkinchi eshik, mana to'g'ridagi ko'rasizlar, nariyodagi tualetni ro'parasi. Endi bu tarafda yana bitta xona. Bu asosiy binoni asosiy isitish tizimlari joylashtirilgan. Bu yerda kir moshinalar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Prachnik qilib ham foydalanishar ekan. Qo'shimcha stabilizatorlar bor. Endi biz sekin astalik bilan asosiy katta mehmonxonaga kiramiz. U mehmonxona lekin ochig'ini aytaman, akamiz menga shunaqa ma'lumot berdilar. Amerikadan bu yoqqa keldim. Remont yoqmadi, bizdirdim. Yana boshqatdan remont qildirdim. Yana kelaman, yana yoqmaydi, yana bizdiraman, yana boshqatdan remont qildiraman dedilar. Xullas, plus minus bir 50 ming dollarga yaqin pul mana shu bitta xonani o'ziga ketgan. Eshikni ko'ryapsizlar. O'zi mana katta eshik qo'yilgan. Marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Haqiqiy hashamatli mehmonxona, menimcha bundan ortiq bo'lmasa kerak, o'rtoqlar. Bu qanaqa stil, nima deb o'ylaysizlar? Kim tushunadi bu? Klassikami, barokkomi, neoklassikami? Biladigan akalar izohlarda yozib qoldiringlar. Bu mehmonxonamizning bu yoq devorlarida katta oyna qilingan, o'zi bir katta xona yanada keng ko'rsatyapti-da. Oyna shunaqa effektini beradi-da, xonada qo'ysangiz, yo'laklarda qo'ysangiz, katta xonaning effektini beradi. Mana bunaqa arkalarning orasiga katta oynalar qilingan. Vo, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Mehmonxonamizning bu yoq tarafi dumaloq gilamcha tashalgan, divanli zona qilingan-da. Mana divanli zona qilingan. Bu yoqda qo'shimcha mebellar, aksessuarlar. O'zlari menimcha Amerikalardan olib kelganlar-da. Menimcha nimadirlarni o'tirib olasizlar. O, nariyoq burchakdan ko'rsatinglar. Juda chiroyli ko'rinadi, lekin men to'g'risi anchadan beri bunaqa remont qilingan mehmonxonani ko'rmayotgandim. Haqiqiy hashamat bilan qilingan ekan. Pardalariga e'tibor beringlar, patologlarni qaranglar. Savol tug'ilyapti-da, mana malyar usta akalarimiz bizani ko'rishayotgan bo'lsa, qancha vaqtda mana shuncha ishni bitirish mumkin? 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Davom etamiz.
Menimcha sizlarga tushunarli bo'ldi bu mehmonxona. Endi o'zingizlar fikr bildirib ketasizlar va shu o'rinda mana shu polini ham ko'rsatib ketaylik. Mana gilamni ochinglar, polini qaranglar. Palon pulli bu tarket qilingan ekan, to'rtburchak tarket. Bu bilasizlar, palon pul turadi, ana oddiy tarketdan. Mana shunaqa tarketlar qilingan ekan. Mana bu yoqda konditsioner ham bor ekan. Akkuratni joylashtirib qo'yishibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Va tepaga yana chiqamiz. Tashqari tarafdan uyni ko'rganinglarda bir qavatli uyga o'xshayotdi-da. Endi mana bu yo'lakni qaranglar. Bu yoqda ham dekoratsiyalar ishlatilgan. Menimcha yong'oqdan qilingan zinalarimizni tepa qavatga chiqamiz. Ichkaridan qaranglar, tashqaridan qarasangiz bir qavatli uyga o'xshaydi, hovlidan qarasangiz ikki qavatli, ajoyib. Bu yoqda ikkinchi qavatimizda ham deyarli planirovka takrorlangan desa noto'g'ri bo'lmaydi. Mana uzun koridor yo'li zinadan chiqqanda o'ng tarafdan bu darvozaxonamizning tepasidagi xona. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Kattagina xona ekan bu. Adashmasam bir kengligi 4 metr bo'lsa, uzunligi 7 metrdan oshiq bo'lsa kerak. Va buni yonida, buni to'g'rirog'i ichkari qismida bitta, ikkita, uchta alohida kravat joylashtirilgan. Hovliga qaragan romlari bor. Akkuratni ekan. Bu xonani o'zida kichkina farzandlardan bo'lsa 3 tasi sig'ib ketadi. Mana bu yoqda yana bitta katta xona. Zinadan chiqqanimizda endi to'g'ridagi xonani ko'ramiz. Uy egalari foydalanishmaganda. Bitta mana shu xonamizning shiftlari ozgina shu kraskasi ko'chib qolgan joyi bor ekan, u qolgan joylari akkuratni. Bu endi mana tepa qavatimizdagi 3-xona bo'ldi va bu yoqdan tepa qavatimizdagi bu 4-xona. Buni ham mehmonxona desak bo'ladi-yu. Endi 3 ta mehmonxona menimcha ko'plik qilsa kerak. Buni endi yotoqxona qilib foydalaniladi. Mana shunaqa ko'rinishda umumiy hisobda, uyimizda umumiy hisobda oshxonadan tashqari 9 ta xona bo'lyapti shunda, 9 ta xona. Ikkinchi qavatimiz uchun bu tarafda umumiy yuvinish xonasi, vanna xonalarini ko'rishinglar mumkin. Bu ham akkuratni ekan, yaxshi. Xo'p, endi oxirgi xona ota-onalar uchun mo'ljallangan bir shinamgina yotoqxona. Bu yoqda kravatlari, garderob, qo'shimcha mebellar. Mana shu mebellar menimcha okam olib ketmasalar kerak. Konditsionerlar qo'yilgan ekan, yangi. Hammasini okamiz pullar ayamasdan qilganlari ko'rinib turibdi. Bilasizlar, har doim uy egalarini nomerlarini ekranda chiqarib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Hujjatlarni hammasini o'zingizlar ko'rib tepasida gaplashasizlar. Bu videoni mana shunaqa katta uy qidirayotgan, narxiga arziydigan zo'r uy qidirayotganlarga yuborib qo'yinglar hozirdan. Keyin bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga qo'shilib olsanglar, mana bu uyimizning aniq lokatsiya manzillari bilan biz Telegramda yanada ko'proq variantlarni chiqarib boramiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, albatta uy qidirayotganlarga foydali bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.